Hurmatli haydovchi, nima sababdan qizil chiroyga o'tib harakatlangansiz? Xayol bilan qizil chiroqni ko'rmay qoldim. Sal adashib qoldim deb bosqordim, lekin to'xtatib hisoblangandan keyin. Video tasviri kuzatyapmiz, tezligingiz ham yuqori bo'lgan, ko'rganda, kuzatganimizda. Keyin qizil chiroyga qaramasdan o'tyapsiz. Piyodalar o'tqazsa nima bo'ladi shu holatda? Birovning hayotiga xavf tug'dirasiz. To'g'ri, bu ishni shundan boshqa qaytarilmaydi. Qilgan ishingiz ham o'sha boshqa yana shu holatlarni takrorlaysizmi? Yo'q. Boshqa boshqa bunaqa qaytarilmaydi. 27-sentyabr kuni Toshkent shahar Qurg'on tumanidan o'tuvchi yo'lda svetoforning taqiqlovchi chirog'ida, qizil chirog'ida o'tib bo'ysunmasdan ketdim. Bu narsa boshqa takrorlanmasligiga kafolat beraman. Bu narsaga hech kimga tavsiya bermayman. Bu narsa yo'l harakati qoidalariga hamma amal qilib yurishini so'rab qolamiz.